Mavzuga aloqador men savol beray. Mana bu Bahrom Bakirlarni bugungi chiqayotgan postlari agar kuzatgan bo'lsangiz, kuzatmagan bo'lsangiz bir takrorlasam, bizni ularga tuhmat qilayotganlikda ayblabdi, o'zlarini bir judayam bir odobli qilib, to'g'ri yo'ldagi qilib ko'rsatyapti. Buni kuzatgan bo'lsangiz fikrlaringiz, domla, bunga raddiyamiz bormi bizda, yo'qmi? Bahrom Bakirov rosa harakat qilyapti. Shu men quloqman. Shu yerda eshitib turibdi hozir u. Bizni kuzatib eshitib turibdi. Men quloqman. Davlat xizmatidagilar agar menga aloqaga chiqsa, shu abrorni qamatishlik uchun nima bo'lsa gapirib beraman deb o'zini anaqaga qo'yyapti, bozorga solyapti. Bu Bobomurod Abdulla onasini, singlini, qizini bozorga qo'yib shuni narxi bilan ko'chaga qochgan edi-yu. Xuddi shuni bu qilyapti endi. Bu o'sha bilan aloqada bo'lgandan keyin tabiati urdi-da. Quloq bechara yuzma-yuz kelishga aqli yetmaydi. Ilmiy bahsni ko'rdinglar, yuzma-yuz kela olmaydi. Va'da berdi, qochib ketdi. Taxminan bir 12 tamikin 13 ta suhbat qildi 2 soatdan. Qarshisida Abror degan haykalni yasab olgan. Abror yo'q. Haykalni yasab, ustiga Abror deb yozib qo'ygan, o'shani yengib tashadi. Shunaqa mot qilib tashadi haligi haykalni. Xursand endi. Endi men bilan hozir Toshkent kelgan ekan u. Men aytganman, Qatardan qaytib kelaman, qochib ketmagin. Bu chaqirsang boraman deb maqtangandi-da oldingi postlarida. Mana chaqiryapman. Bahrom, keyin sen Toshkentga Nurafshon ko'chada bizni bu adbillarga chiqsang, senga alohida joy qilamiz. Qo'qni urmayman desam, yomon alam qilibdi. Kalta yeysan mendan deb. Agar solishaman desang, solishaveraman. Biz Shvabiraga o'xshagan haligi ovqat yesa yuqmaydigan odamlar bo'ladi, ba'zilar. Umuman Shvabira latta qarasangiz qulog'i bilan burnidan boshqa narsa ko'rinmaydi badanida o'zi. Menga sakrayapti. Sen bilan u qo'lma-qo'l urushishlik o'zi zapadlo o'zi aslida. Quloqsan, bizni qamatish uchun harakat qilyapsan. Endi bizni gruppa, ya'ni bu Abror Muxtor Aliyning gruppasi emas o'zi. Erkin e'tiqodni ateistlardan ba'zi muxlis musulmonlar sotib olib, ateistlar fobiya tarqatmasin deb shu guruhni rivojlantirib o'tiribdi. Bu guruhda men bir haftada bir marta kirsam kiraman. Bo'lmasa vaqtim bo'lmay qolyapti-ku, ko'ryapsizlar. Endi shu guruhni ham tekshirib o'tiribdi, ko'ryapsizmi? Skrinshotlar qilyapti. Menimcha savol ham o'zi bergan boshqa profildan. Shunga javob bersa-yu, mana diniy masalalarga qo'mitaning ruxsatisiz javob beryapti deb ana u quloqlik qilmoqchi. Qaysidir tashkilotga yozib bermoqchi. Mana des Rabboniy domlami? Bu haqida ulamolardan so'raysan deb. Bizning uslubimiz shu-ku, biz fatvo bermaymiz-ku. Eskidan shunaqamiz-ku biz. Desa, mana bu anaqay to'g'ri kelib qopti deydi. Bahrom Bakirov o'sha mashhur bo'lishlikka rosa havas qilgan bola, lekin mashhur bo'la olmayapti bechara. O'sha qo'ygan postlariga deyarli aqli raso odam qo'llab-quvvatlamayapti. Atrofida ahmoq to'da bor, ateizmdan qochgan, xotinini taloq qilib qo'yib, halollash uchun odam qidirib yurgan yoki eri taloq qilgandan keyin borib shuni tiklashim kerak deb yurgan xotinlar, mana shunaqa o'ziga o'xshagan nozik, ya'ni mijozi sovuq, mana shunaqa odamlar yig'ilib qolgan. Shuni alami bunga tinchlik bermayapti. O'shaning uchun unga raddiya beramizmi? Nimasiga raddiya beramiz? Raddiya berish uchun biz aytyapmiz. Maydonlarimiz ochiq. Hizbiylarga raddiya berdik, yuzma-yuz gaplashdik. Mahmud ham gaplashdi-ya biz bilan. Atlashtoni bo'lsa ham. Gaplashdi. Yuzma-yuz gaplashdik. Natija nima bo'ldi? Men qilgan bahsni hozir bizni auditoriyadagi har qanaqa odam Mahmudga javob beraveradi. Ularning jamoasiga kirib, mana shu bizning guruhdagi bolalar savol bersa, uni ochishga ham qo'rqadi hizbiylar. Gaplash u yoqda tursin. Nima bo'ldi oxiri? Iniga kirib ketdimi? Kirib ketdi. Raddiya berish uchun qarshi turish kerak. Abu Saloh keldi mana shu guruhga, narigi qaysidir guruhimizga, ilmiy bahsgami? Men kirib, keling gaplashamiz desak, yo'q deydi.
eski qilib yurgan ishlarimga shubhaga tushib qolsam nima qilaman deyapti. Nohaq bo'lgandan keyin qaytish kerak u. Suriya masalalarida qancha bahs qildik? Hayot ko'rsatib turibdi-yu. Bizni qilgan ishimiz karomat emas. Biz avliyo emasmiz, Allohning avliyosimiz demaymiz. Bizni qilayotgan ish farosat. Farosat ko'zi bilan ko'rib aytyapmiz. Buni oqibati shu, buni oqibati shu deyapmiz. Shunaqa oqibat bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Tavba qilganlar tavba qilyapti. Sonsiz, sanoqsiz. Lekin ko'zga ko'rinib orqaga qayta olmay qolgan odamlar hali ham o'shandoq ketishyapti. Sudralib olib. Men ularga mingan mashinangiz chiroyli ekan, to'ppa-to'g'ri, eng oxirgi rusumli Mercedesni minyapsiz. Lekin siz Namanganga ketmayapsiz. Siz ketayotgan yo'l Samarqandga ketyapti desam, yo'q deyishyapti-da. Mashinamiz zo'r bizni deyishyapti. Biz konditsioneri bor. Bizni o'tirgan kresloyimiz massaj qiladi. Boshqa narsani gapirib o'tirishdi. Lekin manzil noto'g'ri, teskari. Mutlaqo bir-biriga teskari. Bular mana shunaqa, bu Bahrom ham shu. Juda katta ehtimol bilan o'sha paytda ham aytgandim, 100 kela olmaydi bular. Raddiya berish uchun 100 metr o'tirish kerak. Hozir eshitib o'tiribdi. Bir ruscha qilayotganda izdivasa qilib qo'yay dedim. Bularni mana shunaqa yuragi ezilib, mana shu jamoadan bo'la olmagani uchun xalq uni qo'llab-quvvatlamay bir tiyinga qimmatligini sezgan sari alami ortib boradi ular.